Davron aka, Cristiano Ronaldo. Eee, Endi gol urishi bu oddiy hol, lekin kecha o'ziga xos gol urdi bu ham. U qilib yurgan ishi masalan, faoliyatda birinchi marta emas. Va Leo Messi ham mana tongdan eee, nima deydi, okean ortidan xabarlar kelyapti, videolar kelyapti. Ajoyib o'yin o'tkazgan, 3 ta assist, bitta gol urgan. Bular jahon chempionatini jahon chempionatidan avvalgi jarayonni zo'r o'tkazyapti. Qanaqa kuzatyapsiz Mhm. ikkalasini? Endi bir kunga tushib qoladi har doim ikkalasi. Kechasi Ronaldo urgan bo'ladi, ertalab Messi urgan bo'ladi. O'rganib qoldik bu narsaga. Formasini ular sekin-sekin pikka olib chiqishyapti. Ba'zi o'yinlarni qurbon qilishyapti. Masalan, sal jarohat masu o'zini noqulay his qilsa Messi maydonga tushmaydi yoki Ronaldo bosh murabbiy bilan kelishib oldi. Orada misol 3 ta o'yin o'ynab, bitta o'yin dam olish tizimiga o'tib oldi. Kuch taqsimlash bir mutaxassis aytgandi demak futbolda. Jamoani pik formaga olib chiqish muammo emas. Mashg'ulotlar qilib turib pik formaga olib chiqadi. Lekin o'sha pikka yaqin formani butun mavsum taqsimlab ushlab turish mana bu murabbiyni mahorati degandi. Va bular o'zi murabbiyga aylanib ketdi. Bular shu formasini pik holatidan sal pastroq, lekin juda pasayib ketmasdan tonusni ushlab turadigan darajada, o'rta darajada ushlab turishibdiki, o'sha kerak payt pikka olib chiqish uchun. Bular уже bu formulaga o'tib olishgan. Ya'ni yoshidan kelib chiqib, organizmdan kelib chiqib, yuklamalardan va chempionatning og'irligi, ya'ni og'ir emasu, nima desa bo'ladi anavi, chempionat darajasidan kelib chiqib turib, ular shu formasini ushlab turish. Chunki Messi yaxshi biladi, MLS baribir unaqa qiyin liga emas. Shuning uchun o'yinlar sonini ko'paytirib turib, o'zini yuklab yuribdi, lekin orada jismoniy holati bilan nimadir muammo bo'lsa, risk qilmayapti-da, sekin chetga o'tyapti, dam olyapti. Ronaldoda boshqacharoq, Saudiyada raqobatli o'yinlar sal ko'proq nisbatan olib qaraganda, ya'ni Al Nasr eng zo'r klub, dominant emas. Markaziy o'yinlar ko'proq, shuning uchun orada qurbon qilyapti o'yinlarni. Plus mana diskvalifikatsiya bo'ldi. Bu ham ta'sir qilishi mumkin. FIFA kunlari keyin mart oyida demak Ronaldo qatnashmaydi. Adashmasam diskvalifikatsiyasi hali ma'lum emas va rasmiy o'yinlarda bo'lib qolishi ham mumkin. Agar o'rtoqlik o'yinlari bo'lsa-ku, jahon chempionatiga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin rasmiy o'yinlarda bo'lsa, unda Ronaldoga muammo tug'iladi. Guruh bosqichining bittami ikkita o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin. Mana shunday kuzatib boryapmiz. Ular oxirgi turniriga tayyorlanishyapti. Oxirgi yirik turniriga. Oxirgisi deb o'ylayapmiz. Nima? Yo'q, endi bo'lmaydi. Bilmadim. Endi to'g'ri, oldi Yevro tugagandan keyin bo'ldi, Ronaldo ketish kerak edi, butun dunyo aytdi. Lekin mana qolib jahon chempionatigacha amallab yetkazdi. Bu yerda ko'proq Ronaldoga bog'liq bo'lib qolyapti-da, chunki yoshi katta. yo'q, yosh Olmagan ham. gollari Gol. mingtaga yetkazgandan keyin erkin nafas olsa bo'ldi, uni faoliyati tugadi. Hozir o'ziga o'zi bo'shashga imkon bermayapti. Bunaqa gapiraveradi. U Morganga aytadi, men individual sovrinlarga umuman ahamiyat bermayman deydi. Menga farqi yo'q, nechta gol, muhimi Al Nasr yutsa bo'ldi deydi. Lekin aslida u psixologiyasida haqiqiy o'sha o'zini statistikasi uchun, o'zini bari unda ko'proq shu individual o'ziga e'tibor berish, egoizm nisbatan ko'proq deb o'ylayman. Va bu uni olg'a intilishga majbur qiladi har doim. Bu yaxshi jihat, boshqa tomondan yomon jihati ham bor. Ya'ni u bilamiz-ku, baribir ayniqsa yoshi katta bo'lib qolgandan keyin jamoaviy futbolchilik xususiyati kamaydi. Bitta ko'paygan paytda men Juventusdagi holatida eslayman, paslar bilan, bir kombinatsiyalar bilan o'ynashni boshladi. Keyin hozirgi holatiga kelib, endi Al Nasrda qirolga aylandi va endi gollar soniga qarab ishlayapti. Terma jamoada unaqa qila olmaydi, lekin terma jamoada ham uryapti gollar. Shuning uchun men o'ylayman, shu 1000 ta golga ko'p narsa bog'liq. 1000 tani urgandan keyin menimcha pasayadi plankasi, o'ziga qo'yadigan plankasi. Messi bari unga qaraydi.
ming haligi xarakter Mmm. boshqacharoq bo'lsa ham baribir e'tibor qiladi. Yo yana ozgina deb turib, u ham o'zini o'zi bir formada ushlab turibdi. Orada Ronaldu darvoqe Saudiya Arabistoni delegatsiyasida AQShga bordi. Tramp bilan ko'rishdi, Oq uyga aylandi. Xullas, ancha nima voqealar bo'ldi. Hmm. U Bittasi rasm masalasi Mhm. bittasi aytavering. Rasm masalasida o'zi avvaldan konspirologik fikr mavjudki, go'yo FIFA haligi Messiga simpatiyasi ko'proq, Ronalduga kamroq. Shuning uchun mayda-mayda o'sha To'g'rimi? epizodlar orqali buni bir qanaqadir ko'rsatib qo'yadi degan nima bor. Lekin men o'zim endi mediada ishlab ko'rgan odam sifatida aytaman, ba'zida texnik narsa o'tib ketadi. Ya'ni qanaqa bo'ladiki bu, misol uchun montaj qiladigan mutaxassis, deylik shu grafikani yasaydigan mutaxassisga umumiy vazifa beriladi. Bunaqa rasm yasaysan, har bitta jamoadan bitta o'yinchini olasan. U o'zi fantaziyasidan kelib chiqib turib yoki o'zini shaxsiy yondoshuvidan kelib chiqib turib, Messichi bo'lsa kerak. uni yasashi mumkin va bu narsa avtomatik tarzda o'tib ketishi mumkin. Ya'ni uni fikrlashi, uni bir yondashuvi unaqa global bir tepada ikkita raqobat balansi ushlashi kerak, bunaqa narsalarni o'ylamaslik mumkin. Shunchaki shu safar shu rasmga buni qo'yay, buni qo'ymay degan shuncha shu mayda kichkina detal o'tib ketishi mumkin va bu FIFAni pozitsiyasi qanaqaligigacha muammo keltirib chiqarishi mumkin-da. Men o'ylamayman u yerda o'tirib olib, misol uchun Infantinoga Amerikada Ronaldo "Men nima qo'ymading" deb o'zi g'ururi ham yo'l qo'ymasa kerak-ku. Lekin o'sha payt Ronaldo armiyasi tomonidan tushgan heyt FIFAga o'sha oldingi konspirologik fikrlarni xuddiki bir tasdiqlash ma'nosida bitta odamni elementar xatosi butun FIFAni mavqeiga ta'sir qilmasligi uchun ular o'chirishga majbur bo'ldi. Men shunaqa kartina ko'raman-da, bitta odamni inson faktori deydi-yu, inson faktori bilan o'tib ketgan xatolik deb o'ylayman. Xatoligi aniq lekin. Qo'yapsanmi o'sha afsonalarni, har bitta terma jamoani asosiy yulduzini, buni ustiga baribir bilasan butun dunyo mana shu narsaga bir rashq bilan qaraydi Messi, Ronaldo qarama-qarshiligiga. O'zini Balansni qo'yish tirichligi ham-ku, aslida shular bilan non topadi-yu. Sardorimiz balansni ushlab ketishga majbur. FIFA balansni ushlash kerak.